Zahiriddin Flower jamoasi Moskvada. Biz hozir Moskvani poyezd pitomligidamiz. Bu yoqda har yili hamma pitomliklar qilib o'zini choyxonasini o'tkazishadi. Va albatta har doimgidek sizlarga doimiy ma'lumotlarni beradigan Ismoil ham shu yerda. Ha, Ismoil ham shu yerda. Bugun biz sizlarga aynan mana shu Poyez Agro Holdingida o'tkazilayotgan choyxonani yaqindan tanishtiramiz va sof o'zbek tilida. Do'stlar, ushbu ko'rgazma Moskva viloyatining Vereya shaharchasidagi Agro Holding Poyezdida amalga oshiriladi. Biz hozir mashina yo'lida ketyapmiz. Sal yo'l chetiga o'tib olamiz. Tashrif buyuruvchilar, ya'ni eksponentlar uchun albatta bu jaraq pulli. Qatnashuvchilar bo'lsa, bu yerga pul to'lab qatnashishadi va o'zini bilimlarini bir-biri bilan bo'lishishadi. Lekin albatta tashrif buyurish mumkin. Tashrif buyuruvchilar bepul tashrif buyurish imkoniyatiga ega. Hozir biz registratsiya o'tkazamiz. Mana registratsiyadan o'tish uchun albatta hamma yoqda mana shunaqa o'zini yo'llari ko'rsatilgan. Shu yo'llar bo'yicha kelasiz. Mana bu yoqda registratsiya deb yozib qo'ygan o'zi. Registratsiya qilganmiz. Mana shunday o'tiladi registratsiyadan. Registratsiya o'tganingizdan keyin mana shu yoqda sizni o'zi qizil yo'lakchalar bilan bemalol kelib, mana shu yoqdagi hamma tashkilotlardan ko'ra tanishsangiz bo'ladi. Xo'sh, mana bunaqa chiroyli qilib fotozonada ham amalga oshirib qo'yishgan. Mana shu kelib rasmdan ham tushsanglar bo'ladi. Mana pavilyonlar hammasi raqamlashtirilgan va bu yoqda asosiy xarita bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Qanaqalar bor ekan? Lukovichniy deb yozilgan. Ya'ni kartoshkali, piyozli, o'simlikli gullar mana shu yerda sotiladi. Sizlarga ko'rsatib chiqamizmi? Ha, qiziq. Kimga qiziq bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Albatta, ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'sh, mana bu yerda vitrinalarda mana shunaqangi stelajlarda kirish mumkinmi bu yoqqa, to'g'ri? Aha, bo'ldi. Mana bu yoqdan Başlayalım. O'zim. Ha. Voh, mana bu yoq muzlatgich. Muzlatgich. Juda ham sovuq. Meni yog'im juda ham ko'payib ketgan, sovqotayotganim yo'q. Pinchak kiyolganman. Demak, mana bu yoqda ko'rayotganingizdek katta piyozli o'simliklarni Demak, mana ko'rishingiz mumkin. To'g'risida saqlashar ekan buni. Ichida shu piyozlari bor ichida. Mana. Bu mana 70 santimetrgacha o'sadigan sort ekan, gibrid sort ekan. Oh, Morning Lilac. Morning Lilac. Men layla deb tushundim. Ya'ni layliq deganini bilsanglar, bu liliya gullari, o'sha liliya guliga o'xshash yoki liliyani hidiga o'xshagan va mana bu Barcella sorti ham bor ekan, o'rtoqlar qaranglar. Barcella bu hozir trendga ketayotgan piyon navlaridan biri. Mana liliyalar hammasini bo'lib qo'yilgan bu yoqda. Kelib bemalol yoqqandan olsanglar bo'lar ekan bu yoqda. Endi xudo xohlasa bizni bu yoqda o'zaro ma'lumot almashmoqmiz. Ma'lumot almashuvda xolasa biz ham O'zbekistonda mana shunaqa ko'pgina siz xohlaydigan ko'p yilli o'simliklar, piyozli o'simliklar, garchikali o'simliklarni yetishtirishga harakat qilamiz. Birinchi pavilyondan emas, ikkinchi pavilyondan boshlaymiz, chunki biz ikkinchi pavilyonni 7-chi stendidamiz. Agar siz mana shu yerda O'zbekistondan kelgan bo'lsangiz yoki shu qardosh xalqlardan kelgan bo'lsangiz, kelsanglar bo'ladi. Vatanni sog'indim shekilli. Mana maxsus mana bunaqangi savatchalarda o'ziga yoqqan o'simliklarni tanlab olib kelsangiz bo'ladi. Kichkina hajmdagi, katta hajmdagi hamma gullardan mavjud. Va albatta sizni yana kutamiz, rahmatlayman deb qo'yishadi. Mana bu yoqdan biz ikkinchi pavilyonga o'tamiz. Poyezdda o'zbeklar ham ko'p ekan. Juda ham o'zbeklar ko'p, qiynalmaysiz. Mana bu yerda kitob ko'rgazmalari. Bundan pavilyondan boshqa qoldi. Ha, kirishi. To'g'ri kirganmi? Hozir hamkorlar bilan gaplashyapmiz. Uzr qoldi, sizlardan men bor uzr so'raymiz. O'zinglar videoda ko'rdinglar, hamkorlarga kelishuvda shular bilan gaplashib
ozgina qolib ketib qoldi. Bizning stendimiz. Bu bizning stendimiz, ikkinchi pavilyon, ikkinchi stend bo'ladi. Bunaqa ko'p narsa olib kelmadi. Bu yerga narsalarni sotishdi. Chiqalarni turib bor. Открытый корневой система deydi, ya'ni ochiq ildizli, keyin yopiq ildizli, mana buni sneakers deyshadi. Ichiga torf solib, o'rab, ustini parafillanadi. Shunaqa tartibda Rossiyaga eksport qilamiz. Sneakers esa bo'ladimi? Yeydigan albatta bunaqa dasturxonni ham qilib qo'ydi. Hamma o'zbeklar ishlaydi, o'zbeklar bor dedik-ku, ular qolib ruslar ham patardan patar kelgan. Uni reklama qilmay pul berishmagan. Stendimiz, rahbarimiz hamma o'tirishibdi. Bu yoqda bo'lsa Medveja Polyana. Mana qo'shnimizlar. Bu to'nga eng yoqqan tarafi divanlarni ham somondan qilib qo'yishib ko'rsatadi. Keyin yana zo'r narsa mana. Bilan mehmondo'st. Qo'ldan kelgancha harakat qilishimiz ham qo'ldan kelgancha. Здравствуйте. Мы снимаем в YouTube. Bu yoqda hammasi tabiiy holatda bo'lgan, ya'ni somonlar orqali amalga oshirilgan. Bunaqa olmalarni ham qo'yishgan. Haqiqatda kreativ zo'r. Kelsanglar mana ikkinchi pavilyon 20-stend. Yana zo'r narsa bor. Qolganlarga qiziqsa kerak, mana har xil landshaft bo'yicha, landshaft dizayn bo'yicha kitoblar bor ekan. Soha bo'yicha. Soha bo'yicha. Landshaft soha bo'yicha ishlayotgan odamlarga qiziq bo'ladi. Mana har xil kitoblar bor ekan, landshaft bo'yicha jurnallar, to есть kitoblar. Mana landshaftli dizayn. Kecha bizga mana shundan iminnoy qilib sotib oldik, mana shu odamdan. Bu odam o'zi mana shu kitob yozganlar. Ha, shu kitob avtori, muallifi. Bu yoqda bo'lsa kitob sotiladigan joy mana. Kimga qanaqa kitob kerak bo'lsa kelsa bo'ladi. Mana. Har xil kitobda bor. Mana bu. Здравствуйте. Мы снимаем на блог. Есть какое-то хорошее слово? Можете передать узбекистанцам? Всем привет. Работаю. Я даже не знаю, что сказать. Так. Всем хорошего дня. Главное творческого роста, профессионализма. Всего самого отличного. Спасибо большое. Bu yoqda bo'lsa mana jurnallar hamma tashib yurishgan. Mana shu yerda bu ikkinchi pavilyonimizni bir qismidan o'tib ketdik. Bu yoq tugaydi. Bu yerda Perfect Agriculture degan jurnal bor, bugun kelishmabdi. Bu yoqda bo'lsa ikkinchi pavilyonni tugashiga qarab ketamiz. Xohlasa bu bekorga 4 ta bayroq emas, birinchi o'rinda mana O'zbekistonning bayrog'i. Keyin Pitomligimiz. Pitomligimizniki. Keyin mana hozir Rossiyadamiz. Xudo xohlasa ozginadan keyin kuzatib borsanglar, Qozog'istonga ham seminarimiz bor. Xudo xohlasa u yerda ham yoritib boramiz. Uni ko'rsatamiz. Qozog'istonlik obunachilarim juda ham ko'p kommentariylarda aktivsizlar, faolsizlar. Sizlarni Qozog'istonda kutamiz. Qachon bo'lishi mana ekran ustida yozilyapti. Ana o'sha festivalga tashrif buyuramiz. Bu yoqda bo'lsa Aleksin pitomligi. Bu yoqda bo'lsa садовая kooperatsiya. Hali yongidek sezonni mana chiroyli qilib hammasini joylab mahv qo'yishgan. O'simliklar. Va albatta jonli o'simlar bilan bir qatorda bu yoqda suxotsvetdan floristika bilan shug'ullanuvchilar ham bor. Vitrinani mana archadan jonli devor qilib qo'yishgan qaranglar. Mana bu go'zallik. Yo'li panelni joyi. Buni bu yerdan chiqamiz. Biz ikkinchi pavilyonni tark etyapmiz. Ikkinchi pavilyonni tark etayotganimizda bo'lsa, katta Rossiyadagi Leshxoznab kompaniyasiga duch kelsangiz bo'ladi. Bu yoqda traktorlar, mashinalar, shunaqa narsalar. Bu yoqda bo'lsa, mana Allambalar narsalar bor ekan, ko'rsating. Ha, bilan ko'rsatdim. Mana yo'lli palinni joyi. Da, rasmga tushish uchun hudud qilib qo'yishgan, hattoki mana golf ham qilib qo'yishgan. Men golf o'ynamaganman. Buni bilmayman. Quyoshda toblansangiz bo'ladi. Boyagi kitob avtori-ku. Ha, kitob bo'yicha gapirdik mana. Ayni vaqtda
so'zga chiqdilar. Bu kitob yangi chiqqan kitob oldi. Питомники России. Он выйдет в уникальном формате Да, в сгина. журнале. Журнал «Дом и сад». У нас у членов АППМ появляется возможность не просто быть представленными в каталоге, как уже много лет, но и появляется возможность через журнал показать свои новинки, показать свои технологии широкому кругу читателей. И хотел поблагодарить Сергея Львовича за то, что он откликнулся на нас. Hozir birinchi daqiqadan keyin bu yoqda auksion bo'ladi. Bularda juda ham zo'r narsa bor. Auksionda o'simlikni 1 rubldan boshlab narx qo'yishadi va uni istagan odam eng ko'p pul berib sotib olishi mumkin. Auksionlarning xabaringlar bor va u pulni qaysidir qismi sotuvchiga, qaysidir qismi bo'lsa xayriya ehsonga ketadi. Biz hozir birinchi pavilyondamiz. Hozir bilan menga kelsalar yana davom etamiz. Akam bilan ungacha masga havoni ko'rsataman mana. Bulutni qarang. Bu yoqda mana gortenziyalarni ko'rsangiz hammasi rangli. Rangsiz gortenziyani topa olmaysiz, почти. Mana bu yoqda maxsus mehmonlar uchun joy qilingan, o'tirib tomosha qilishi mumkin. Fotozonalar bor, bu qanaqangi kichik o'xshagan narsa ham qo'shgan bemalol yotib dam olsangiz bo'ladi. Musiqalar bilan kelkatib ko'tarib turishibdi. Fotograf. Bu bo'lgan narsa. Chiqish, uni aytib bo'ldimmi? Keldilar mana, davom etyapmiz. Endi birinchi pavilyonni sayohat qilamiz. Chiroyli qilib mana hammasini ko'rsatib. Ovoz past kelyapti. Hammasini mana konus qilib chiroyli qilib qo'yishgan. Chiroyli konus. Bu yoqdan borish kerak menimcha birinchi pavilyonga. O'rtasiga o'tyapmiz. Ularga xalaqit qilmaymiz. Ko'rishlar mumkin mana barbarislar. А может сначала пока не так это туда? Bu yerda bo'lsa qanaqadir master klasslar amalga oshirilyapti yoki auksion qo'yish mumkin. O'zing ko'rsatasanmi? Qanaqadir tanlov o'tkazishgan, tanlov natijalariga qo'shish uchun insonlar juda ko'p. Dekorativni qilib qo'yish. Kamishi degan. Kamishi degan pitomnikki bambuklari bizda bor. Bansay majvenlikdan qilingan. Biz Moskva juda ham sovuq iqlim bo'lganligi uchun ko'p archalar uncha yaxshi yashamaydi. Shuning uchun maxsus majvenlikdan qilishadi. Kecha ham shunga urildim. Bugun ham yana. Bu yerda bo'lsa Vera Gulxovani nimalarni ko'rish mumkin. Gortenziyalarini juda mashhur, bilasizlar. Ya. Bu yoqda salqin iqlim bo'lgani uchun mana rangi kirgan. Rangi kirgan sababi shunda. Mana qizillari bor. Anta o'tirsangiz bo'ladigan joylari ham bor. Mana. Jurnallari hamma ma'lumot kataloglarigacha bor. Mana shu mavzu rasmiga tushib olaman endi. Davom etamiz. Ko'ryapsiz, bu yoqda juda ham gortenziyalar trendda. Gortenziyangiz bo'lsa, oyoqdasi bu yoqda. Eng zo'r mana kecha ko'rib ketdik. Deskovый питомнigi. Men bilan o'z doimiy kuzataman. Atak zo'r narsa. Professional odamga topshirilishi. Qasashni oychi gaplaman. Bular hozir bizda urfga kiradi O'zbekistonda. Nima uchun? Chunki bu yoqda o'tli o'simliklar kam suiiste'mol qiladi. Ranglari juda ham chiroyli va kompozitsiya hosil qilayotganingizda o'tlar o'zini orasida barglari ko'pligi uchun, ochiq bo'lganligi uchun siz ekayotgan rangli gullarni juda ham chiroyli qochib beradi. Mana temperatura baronni ko'rishingiz mumkin, asoka variegatni ko'rishingiz mumkin. Hozir men bilan eslaman, balki bu ham asokadir. Chunki hammasini men tanlayapman. O'tli o'simliklar birinchisi kam suiiste'mol qiladi. Hamma iqlimga yaxshi mos tushadi. Bizani O'zbekistonda ham yetishtirish mumkin va aytgandek kompozitsiyani his qilayotganingizda juda ham yaxshi ko'rinish chiqadi. Mana, bu yoqqa o'zingiz sekin davom ettirsam olib ketaman. Orqasidan bor. Xo'p, bu yoqda bo'lsa mana shu yoqdagi kompozitsiyalar
kompozitsiya hosil qilish uchun o'rtoqlar qimmat o'simlik kerak emas. Mana nima ko'ryapsiz bu yerda? Malina bor. Atirgul bor. Mana bu o'simlikning otini kim biladi? Bilsanglar kommentariyada yozib ketinglar. Ko'ryapsiz, kompozitsiyada asosiy urg'u nimadan iborat? Demak, bilasiz, bular beravri yordamda ko'rib. Mana bu yerda meva pishadi. Mevani rangi pushti bo'ladi, malina bo'ladi. Imperator edi baron, qizg'ish, yashil fon. Va mana bu qizil. Mana bu oq bo'lsa, mana shularni ottyenkasini beradi, ajratadi. Qamishlar, o'tlardan foydalanilgan oq atirgullar o'zaro qizil, pushti va oq uchta dizayn kodni yuzaga keltiradi. Ko'rib turganingizdek, tezda ishlatilgan to'l namlikni saqlaydi, yaxshi o'sishini ta'minlab beradi va bu ham jigarrang qizg'ish rang bo'lganligi uchun mana shu qizg'ish dizayn kodga juda ham yaxshi mos tushadi. Ya'ni kompozitsiyalar gapiradi. Bu yoqda bo'lsa, Yangi Rossiyada qulupniylar ham modaga kirib qosligi, qulupniyni ham ko'rsatamiz. Bu yoqda mana Diorin. Diorinni bilasiz, bizda uncha ko'pchilik yoqtirmaydi, lekin mana buni kompozitsiyasini chiroyli qilib yechtirsangiz, shaklga keltirsangiz, bargi bilan, guli bilan bezaydi, qishda bo'lsa tanasini rangi bilan bezaydi. Verbenik juda ham chiroyli bo'layapti. Har xil navi bor. Bu nima? Spirea orqali qanaqa chiroyli shakl hosil qilingan. Gullarning xunuk chiroylisi bo'lmaydi, faqatgina kompozitsiya yechimi noto'g'ri to'g'rilari bo'ladi. Shuning uchun har xil bo'ladi. Mana nima Yaradan qilaman. Islomiy matni chunki bizda ko'p ekilmaydi, ishlatilmaydi O'zbekistonda, lekin men buni sevaman. Alyum. Mana bu alyumni oqi. Alyum piyozlari juda ham zo'r, rangini ko'ryapsiz. Ayniqsa bu navlari hozirgi kunda qishin yozin gullaydiganlar bor ekan. Ya'ni qishin yozin deganda qishda qor yoqqanda gullamaydi, lekin juda sovuq paytda ham gullab turganlar bor. Va eng zo'ri piyoz yomon hid bilan sassi, bu shirin hid bilan sasiydi. Вообще Sassiz shirin hid bo'ladi. mana O'zini allambalo hidi bor ekan. degustatsiya qilyaptilar. Bunisi hidsiz ekan, mana buni o'zini zo'r hidi bor ekan. Bu ham ochilganda hidi bo'ladi. Prosta eskiryapti guli. Bu yangi ochilib turibdi. O'zini liliyaga o'xshagan hidi bor. Benafshasimon. Davom etamizmi? Davom etamiz. Layklar bilan qo'llab yuborsa endi bu yog'iga. Podpiska, layk bosinglar. Shuncha video qo'yamiz. Sizlar uchun maxsus albatta. Mana shu yerda Voyguldan bor ekan. Kim esida mana? Voygul mashinchakilar so'ragan. o'sha. Esladinglarmi? Otni topdinglarmi? Bular nima uchun buni ekishadi? Birinchidan ko'p yillik sug'ursa ham achimaysiz, qaytadan chiqaveradi. Urug'lashga ham ulguradi lekin. O'zi ko'payaverar ekanda. O'zi ko'payadi. Shuning uchun mana bu yerda yana Diorinlar bor ekan. Qarang, ko'rsating men bilan. Mana Dior. Mana Bu anaqa shakilli bu. Diorin. Diorin. Qizili. Bizda ko'pchilik qiziqmaydi. Mana shuni aytayapman. Bizda xunuk chiroyli gul bo'lmaydi. Shakl berish, ekish to'g'ri, noto'g'ri yondashuvlik bo'ladi. Shakl bersa, o'zi chiroyli. To'g'ri bo'ladi. Va mana nima yo'da? Puzira plotnik. Rangini qaranglar, Diablo sorti. Diorinda yana har xil sortlari bor. Qizil tanaligi bor, sariq tanaligi bor, yashil tanaligi bor. Uni ham xudo xolasa o'zimizni Toshkentga borganda yana bir Storiesga qo'yamiz-da. Osinglar bo'ladi. Va mana tez orada bizda trendga aylanadigan cherimuxa daraxti. Cherimuxa o'rtoqlar, Schubert sorti navi bizda bor, pitomnikda, sotuvda. Ko'ryapsiz qanaqa chiroyli qizil rangga kiradi. Faqat sliva pisardi bilan qizil rang bermasdan, Schubert bilan ham qizil rang bersa bo'ladi. Mana shu birinchi kelgan galeriyadan boshlaymiz. Ovush boshlaganmi? Tashqaridan boshladim. Mana gapni aytmoqchi edim. Tog'si bozorga keldi. Tog'siga tushganlar bo'ladi. Mana shunaqa nimaga rasa ko'p, turlari ko'p. Bundan ham ko'p bo'lsa kerak, qiziq bo'lsa kerak. Chekkadan boshlayman. Salom, здравствуйте. Mana o'zingizdan Slox. Tog'si bozordan ko'rayotganlar bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Fiksmida? Yo'q, yozib qo'ygan-ku. Nem statusmi nima deb yozib qo'yishibdi? Oxirida aytyapsizmi? Arzon bu yerda 460 rubl ekan. So'mga hisoblaysizlar endi.
O'zini hisoblab olasiz. Hozir bu yerda o'zi chegirma ketyapti bugun. Chegirmada xarid qilsanglar bo'ladi. Balzaminlar, rododendronlarni mana bolalari bu ko'rvas barglari tashlangan sorti. Rododendronlar bo'lganlar salqinga kelib, yo'qmasam ko'chatinglar qurib qoladi. Mana yana shuncha. Endi bizni bilasiz, bilishimiz Monsterani taniyman, lekin bu interyer landshaft shuni ishlatsanglar bo'ladi. Sanseveriya, qaynona tilama, kelin tilama shunaqa ham deyshadi. 340-390 rubl, 450 rubldan bor. Bu pul keltiradi, olsanglar, tolstyanka deyiladi. Sichqon mazza qilib yeydi shuni. Bilasizlar? Pasini ham qo'ygan shuni bor. Zaharli emasmi qilib? Yo'q, zaharli emas. O'zida ko'p tuz saqlaydi. Xrizantemlar hali ham bu yerda ommaviy ekiladi. Bu bo'lsa живучкада. Chiroyli gullaydi, fioletoviy bu bunaqa. Saqlang. Ixnatsiyalar har xil. Benjamin Fuchslar hammasidan bor. Endi bittasiga yetib ketamiz. Endi Chorsu bozoridan chiqib qayerga boramiz endi? Farxatskiyga bor. 5-galereya ekan. Bu yoqda menimcha o'zing olgani yaxshimi? Men unaqa zo'r tushunmayman ko'chada. Yo'q, hech shart emas. Biz faqat galereyani tomosha qilib chiqamiz. Bu yerda asosan nimalar? Kichkina hajmdagi o'simliklar. Archalar ham bor ekan mana katta. Kichkina konteynerda yetishtirib beradiganlar asosan joylashgan bu yerda. Ko'rvas, hamma o'zaro ma'lumot almashyapti. Gortenziyalar. Gortenziya bog' ekan o'zi nomi ham. Mevalilar. Mana sizlarga. Qo'ygan qurolli qo'yishgan. Yig'loq tol. Noylari ham nodir. Hozir yana videomiz uzib qolmang, borib so'raymiz. Mijozimiz kelib qoladilar, o'shaning uchun borishga majbur bo'ldik. Borib ishlarni hal qilib qaytib keldik. Mana bu tol haqida Ismoil mendan yaxshiroq biladi. Yo, o'zimda ko'rishgan, gapirib beraveraman, ko'rishgan, bilishadi yaxshiligimni. Tollar Rossiyada juda ham mashhur ekan. Albatta, viyaz, ya'ni qayrag'och ham. Juda ko'p turlari bor. Mana qani tolni qanaqa ishlangan. O'zimizdan ham shaqsa bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Aytganimdek, shaklga chiroyli keltirsa, manzaraliligi oshadi, yana ham. Mana bu Hakura Nishiki. Ko'pchilik bizda xohlaydigan tol. Lekin afsuski bizda ekstremal ob-havo sharoiti bo'lganligi uchun bizda yaxshi ish rivojlanmaydi. Moskvada bo'lsa juda ham ko'plab yetishtirishadi. Narxini ko'rsangiz bo'ladi mana. Shtab shakldagisi 3800, lekin 5000 ga ham kitob olinyapti. Rangi haqiqatan chiroyli. Hozir bular pushti rangga kirmadi. Pushtiga endi salqinlashgan sari, havo salqinlashgan sari kiradi. Bizda ham pitomnikimizda oldin sotilgan edi, lekin hozir yo'q. Lekin mana bunaqangi Nano Gracilis degan navdan bor bizda. Kelib olsanglar bo'ladi. Pitomnikda o'zimizga adaptatsiya bo'lgan ko'chatlardan sotamiz. Albatta. Mana Hakura Nishiki. Mana qanaqa holatda bo'lishini rasman qo'yib qo'yishgan. Shu ko'ramiz, bu yerda ham har xil ishlab chiqaruvchilar bor. Meva ishlab chiqaruvchilar, sabzavot, faqat gul emasda. Manzarali o'simliklar emas faqat. Skyroketlar. Здравствуйте. Нет, пока. Mana klimatislar ko'pchilik yoqadigan aytgancha. Klimatis juda ko'pchilik so'raydi. Bularda hali yaxshi gullabotdi. Bizda ham sebek ishi boshlashgan. Mana Hegli Hybrid degan sorti. Mana bu nav qarang, Rossiyada ham zo'r. Bizda ham juda ham ko'p yetishtiriladi bilsanglar. Har yili tavsiya qilaman ekishinglarni. Albatta bu yerda ko'rgazmada ko'rilayotgan har bitta o'simliklarning namunasini siz bizning pitomnikda ko'rsanglar bo'ladi. Endi bizani anaqa seleksiyaga taklif qilishgan. Hozir videomizni seleksiyadan davom ettirishga harakat qilamiz. Ya'ni seleksiyada videomiz davom etadi. Soat 2da-yu ket seleksiya. Soat 2da. Ha. Bungacha nima qilamiz uni? Qolgan galereyalarchi? Qolgan galereyalar shunda tanishtirib o'tamiz. Ma'lumot bermaymiz, chunki petlichkamiz qolib ketgan mikrofonimiz.
Shundoq ko'rsatib o'tib ketamiz. Ikkinchi galereya. Kirib o'tirmaymiz, ustidan ko'rsatib ketamiz. Shunaqa o'simliklar hammasi manzarali. 3-galereya. Gartensiz bo'lsa, anaqasi mana milliy uslubda bezatilgan. Shunaqa. Ko'ryapsiz, eng muhimi bu yerda asosiysi hammani istagi bir, ya'ni do'stona aloqada bo'lib, O'zbekiston o'zaro ma'lumotlarni almashinish. Va albatta bu narsa xudo xolasa yaqin orada kelajakda O'zbekistonda ham amalga oshishiga ishonchimiz komil. Balki Markaziy Osiyoda amalga oshirish yana ham yaxshiroq. Spireyada bo'ldi, bu yer tugadi. Ortga qaytsak ham bo'ladi. Igna bargliklar hammasini bizga topsanglar bo'ladi. Ko'ryapsiz, qanaqa imkoniyatlar qilganmiz. Rossiyaga tashib yurish shart emas. Aynan qidirib o'simliklarni hammasini biz o'zimizga olib kelib qo'yganmiz. Bu yer poyezd ko'zini urug' sotadigan joyi. Xudo xolisa, urug'chilikni ham yo'lga qo'yishga harakat qilamiz inshaalloh. Nimani? Urug'chilik? Ha. Bo'ldi, mana shu yerda boy boshlagan joyimiz. Hozir endi biza o'zingizlar to'g'ri narsalar. Ozgina qorin ochgan, shani Aldingiz endi. aldab chiqamiz endi bo'lmaydi. Qatnashuvchilar, eksponentlar uchun maxsus tushlik tashkillashtirilgan, albatta tushlik o'sha registratsiyaning ichida amalga oshiriladi. Pulli bufet ham bor va bepul kafe ham. Pulligi emas, meniki almashtirib ketishim kerak bejigimni. Auksion bo'ladi hozir. Auksion bo'larkan bu yoqda adetlanishdan oldin esimiz chiqib qoldi, esimizdan chiqib qoldi. Bizlarni birga chaqirishgan edi, savol bergarovni. Hozir Все вопросы будут очень простые. Итак, yutib olamiz. Biletingizni ko'rsin. мы нашли мальчика, который, чтобы мало были подумали, что если я тут что-нибудь... Прям подросток, можно сказать, ага. Школьник 100%. 10-chi raqamni berishgan. Agar hozir Я думаю, мы сейчас ребенка выберем, выбрали rебенка. Хорошо. bizlarni qanaqadir sovg'a kutadi. У меня Итак, овощная корзина плюс семена. В ней же Urug' еще bilan sabzavotli savatcha o'ynanyapti. Показывать на Sanki чтобы 10, все было абсолютно честно, а у нас все честно. Итак, это номер 42. 42. Сейчас, у посмотрите. нас здесь 42. обладатель номер 42. Посмотрите, Понимаете? пожалуйста, ваши бумажки, да, если номер 42, мы его отдавали. Qirqini qidiramiz hozir. 40 Где-то есть. Был на руках. Да, самое важное. Все честно. Всё, он прям как на ЕГЭ действует, заметили, да? Готовится. Цените билет, да. Так, номер 55. Посмотрите, пожалуйста, ваши. Номер 55. Ура! Подходите к нам. Поздравляем вас. Бегайте сцену. Корзина Так, с овощами. Егор, корзина с овощами. Ana, Вот это bu тоже yerda туда, да? ketyapti-da. Да, пакет тоже Тут еще туда. памятный подарок. О, памятный еще, Фотографируем так. поезд. Но у меня Qani еще есть qanaqa для вас tadbirlashar каверзный ekan, a? вопрос. Я как ученый Qanaqa пытаюсь so'z с ayttiramikin? другими пообщаться. Так, ну что же, давайте познакомимся. Это Яна. Яна, откуда приехали? Самара. Вы так из Самары. Это не то, что я спрашиваю, что есть у вас регистрация в пока не области или нет. просите, Тем не менее, Ян, итак, подарок уже ваш этот. Давайте поаплодируем, друзья. Nima bo'lyapti? Yutdingizmi? Yo'q, hali yutmadi, lekin kutamiz. 10-raqamni aytsa. Давай, на очередь. Yana endi mana shunda yutishimiz kerak bizga. Всего 4. Sabzavot kerak ishga. Shuncha odam. Номер 16. Номер 16. Ура! Овощная корзинка нашла. Подходите к нам Отлично, на выходите сцену. на сцену. Bugun buvijonlarni omadi kelgan. Потрясающая корзина. Собранная прямо вот утренний урожай. Katalogda ko'rgan. Ну, просто За морковкой на сцену. быстрее. Поздравляем. Отлично, давайте поаплодируем. Есть еще один обладатель. Sabzavotni yutadi, yaxshi insonni o'ynatadi. Ольга, еще одного обладателя. Hozircha Mustang Номер bir markov 62. yutib oldi. Sabzi. Xudo xolasa, 52. ha, sabzini Там yutib oldi. только что Xudo у кого-то xolasa endi истерика случилась. Boshqa iloji yo'q. harakat Так, qilamiz. 62. Давай. Молодец. Ekskursiyaga ketyapmiz endi, nima qilamiz? Ekskursiyaga olamiz. Xudo xolasa, kela boshlaymiz. Tutamizga bo'lishadi. Da. Poyezd katta seleksiyasi bor. Shu seleksiyaga hozir sayohat qilamiz, ya'ni ekskursiya qilamiz. Shu yerdan ketamiz. Yo'lga chiqdik.
Bu shu anaqa hozir o'tkazilayotgan ko'rgazma o'tkazayotgan joyga yaqin bo'lganligi uchun piyoda ravishda borlar ekan. Hozir hammamiz birgalikda ketyapmiz. Lekin asosiy 99% shu mahalliy aholi. Qolgan 1%ga men va akam kiramiz. Ekskursiya boshlanyapti. Boshlandi degan bo'ladi. Sekin bizani o'sha seleksiyaga qarab olib ketishyapti. Hamma bilan biz ham ishdan ketamiz. Karvon juda ham uzoqligiga xursand odam. Ya'ni qiziquvchilar juda ham ko'p. Menimcha bizning yurtimizda ham juda ham ko'p. Lekin buni juda ham yuqori bir nimasi bo'ladi. Anchagina mehnat, mashaqqat va anchagina tashkilotchilik muhim. Bizda ayniqsa tashkilotga juda ham ko'p berinish bo'ladi. Ya'ni qanaqa moddiy, ma'naviy, oddiy masalalar bo'yicha asosan ma'naviysini hal qilsa bo'ladi. Moddiysida ko'pchilik pul sarflanadi. Lekin pul mana shunaqa narsalarga sarflansa, menimcha o'rinli. Demaymiz seleksiyaga yetib keldik. Nima kirish? Issiqxonaga kirdik mana. Pomidorlar. Qanaqadir sortlar. Umuman mahalliy aholi uchun bu juda ham qiziq jarayon, chunki bularda bunaqa tabiiy ochiq joylar, bunaqa o'simliklarni sotib-sotadigan joylar yo'q deyarli. Shuning uchun ularga juda qiziq. Bizga qiziq tuyulmasligi mumkin. Bizga faqat shakli, hajmi kattaligi qiziq. Misol uchun mana pomidorni qaringiz. Anchagina katta. Mana bunisi ham. Anchagina yirik. Albatta o'zini mahsulotlari bordir. Nima deymiz? Anchagina katta haqiqatdan. Solishtirish uchun. Eng qiziqarlisi kasalliklarga ancha yuqori saviyada kurashib olib boriladi. Ko'rganingizdek, bu yerda eshitamiz, konsultatsiya ham beryaptilar. Baqlajon bo'yish. Oq baqlajon. Bunaqasini ko'rganmizmi? Mana nomlari ham berilgan. Mana. Cheri pomidorlarini har xil. Mana bu yerdagilarni qaranglar. Durday terib qo'yishgan. Terilgan, ya'ni terib qo'yishmagan, terilgan. Hosilini tutqichlari bor, tushib ketmasligi uchun. Buni hozir naучный исследование, ya'ni Ilmiy tadqiqot. Ilmiy tadqiqot ko'rsatgan ekan. Hali menimcha sinovdan o'tmagan, chunki mana 2 dona hosil bergan, qolganlari bermagan. Balki terib olishgan. Balki terib olishgan. Lekin odatda mushoxi bilan teriladi-yu. Mana shunaqa. Har xil narsa topib ko'rasiz kesasiz. У фрегата невероятная стрессоустойчивость, невероятная устойчивость к болезни. В свое время он тоже получил высочайшую оценку у всех, кто его пробовал, и он сейчас вошел в профессиональный фермер. O'zimcha pomidorlar. Перцевидный. 5.25. Ни одной кисти пока он вяжет, если ваша практика. Hozir ichkarida ko'rganingizdek bolgarskiy pomidor baqlajonlarni seleksiyasiga tashqari gazga dam olgan chiqdik. Mana bu yerda растительные отходы degan yashik bor ekan. Maxsus yashilliklar nimasi axlati deyish mumkin. Bu nima uchun qilingan bilasizlar? Qaysidir beparasat kimning narsa tashabdi. Sizlar. Bu kompost uchun yoki po'choq sifatida hayvonlarga berish uchun. Menimcha hayvonlar, anaqadagi uy hayvonlariga po'choq sifatida berishsa kerak, endi bilmadim. Po'choq qilib qo'yishgandir balki. Men ko'proq buni kompost tayinlanadi deb o'yladim boshida. Buni hozir video olayotganimda miyam keldi po'choqdir deb. Lekin kompost uchun juda ideal yechim. Hozir biz seleksiya bilan tanishib chiqdik. Oxirgacha bora olmadik, sababi videomiz uzoqlashib ketyapti, uzun bo'lib ketyapti. Lekin o'sha qiziqarli bo'lgan yangi tovarlarni, yangi mahsulotlarni hammasini rasmdan olganmiz. Uni sizlarga rasm sifatida ko'rsatamiz. Sertifikatni oxirgi kuni bugun. Mana narsalarni yig'ishtiryapmiz. Sertifikat mana hammadan installaylar deydi, mana nima deydi. Ma'lumot olishdi. Shuncha odam shuncha korxonalar bilan ma'lumot olishdi, xudo xolisa foydali bo'lsa.
Ketamiz endi. Xolos, yig'ishtirib ketamiz mana chemodanlarni yopganmiz. Oxirgi kun ko'rgazmada Ro'zg'orish bordi. tanlov yana bo'layotgan ekan. Hozir kelyapmiz, o'zimizni nimadir yutib olamiz. Nasib bo'lsa yutib qolarmiz. O'rganib qoldik. Попытали свое счастье. Тоже компания Qani qanaqa bo'layapti ko'ramiz. Отхожу от вас, чтобы вы не видели. Итак, внимание. У Макиты существует 3 завода в Европе. В Европе. Значит, один находится в Великобритании, второй завод в Европе находится в Германии. Вопрос простой. Где находится 3-й завод? 3 завода на территории европейского континента у Макиты. Великобритания, Германия и еще одна европейская страна. Мы же должны кому-то отдать, поэтому пробуйте. Мне сейчас, в некотором смысле я попробую еще раз, важно, чтобы вы дали правильный ответ. Итак, подумайте. Великобритания, Германия, у вас еще по одной попытке. Великобритания, Германия и в какой европейской стране еще? Россия. Это самый патриотичный ответ на сегодняшний день. Спасибо большое. Так, варианты. Португалия. Португалия. Италия и, прошу. Чехия. Итак, дамы и господа, мы будем биться здесь до последнего. Правильного ответа нет. Правильного ответа нет, но подарок мы отдать хотим. Итак, где 3-й завод? Это европейский континент. Я сразу скажу, не так уж прям, наверное, в неком смысле далеко от России. Да? То есть, ближе это к нам, чем, например, Франция. Давайте я вот так да? Чуть ближе. Но дальше, чем чуть-чуть больше. Har bir ziyoli insonlarning orzusi albatta kitob xarid qilish. Mana biz hozir ko'rgazmada endi kitobli qatorga keldik. Xudo xolasa kitob anaqamizni rasmashinasi egallaydi kutubxonamizda. Keldim. Qaysi kitobni ushlasam shu kitob ketib qoldi. Bu yoqda Gartenslar haqida kitob bor edi, sotilib ketdi. Hozir mana hamma shu yerda savdo qilyapti. Narxlar bugun aksiyada bo'lsa ham anchagina qimmat ekan. Men pulni unchalik to'g'ri hisob-kitob qilolmayaptim. Taxminan mana 5,750 ming so'm ekan. 5000 rubl o'zbek so'mida 750 ming so'm ekan. Endi sal ko'rping qarab yozadi 500 ming kitobni ushlab olganman. Bu ikkilanib turibman. Mana allaqachon bunaqa kitoblarim bor. Ko'ramiz endi. Здесь вместе с нами председатель правления Ассоциации производителей посадочного материала Александр Ростов. Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Как ни печально, но все хорошее когда-то заканчивается. Поэтому заканчивается и наша 3-я выставка. И надеюсь, всем она очень сильно понравилась. У меня даже нет сомнений, потому что обратную связь мы получаем онлайн. Решение принято. Следующая выставка, 4-я, будет у наших гостеприимных хозяев. Нам здесь настолько нравится, что нас отсюда уже теперь, наверное, не выгонишь. И, наверное, сейчас я вам скажу. В 27 году. Да, и по вашей реакции я и наш коллектив понимает, что вам выставка понравилась. Выставка проходит именно в тот момент, когда вы считаете это наиболее лучший. Мы подбирали, да, когда собирались первый раз, долго думали, когда. Мне показалось, удачно подобрали время и место, да, проведения этой специализированной выставки. Мне еще раз хотелось бы поблагодарить организаторов, Александра, Юлю, Маргариту за большой вклад и за то, что задолго еще выставка планируется, а уже начинается большая работа. И как результат, как последняя черта, это то, что вы сегодня видите. И если это вам нравится, то работа была выполнена отлично. Но я не хотел бы еще и поблагодарить и весь коллектив агрофирмы «Поиск», который принимал большое участие в подготовке.
Я понимаю, что вас встретили приветливые люди с улыбкой, доброжелательностью. И мне бы хотелось и поблагодарить всех вас, потому что вы тоже были доброжелательны, открыты, с вами приятно работать, поэтому мы с нетерпением будем ждать вас и в следующем году. Желаем вам здоровья, вашим семьям, развития ваших предприятий и надеемся, что этот стенд, какой вы сегодня брали, он уже не будет соответствовать вашему размеру, и вы уже возьмете побольше, поскольку вы стали больше производить, больше продавать и развивать российский рынок, за который нам сегодня уже, вот Александр сказал, 20 лет. Не стыдно. И сегодня мы являемся гордостью России по нашему с вами направлению. Желаю всем удачи и большого семейного счастья. Спасибо. Отрасли официально. Спасибо, дорогие друзья. Аплодисменты себе, аплодисменты нам. Musiqa savdolari ostida mana bitirdik. 3-xalqaro ko'rgazma yopildi. Sizlar boshqatdan Gapiravering. bo'pti. Vaqtinglarni olmaydi. Shuncha ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr. Obuna boshingizdan chiqmasin. Albatta.